Odam alayhissalomdan bizlarga qadar insoniyat bor ekan, hayoti uchun, tirikchiligi uchun harakat qiladi. Ayniqsa hozirga kelib mol va dunyo borasida insonlar ikki toifaga ajralib qolyapti. Birinchi toifa ba'zi odamlar borki, baxt, saodat faqat mol va dunyoda, boylikda. Bu dunyoga bir marta kelganmisan, maishatingni qilib, rohatingni qilib ol. Puling bo'lmasa, moling bo'lmasa, boyliging bo'lmasa, sen hech kimmasan degan tasavvurda butun borlig'ini, hayotini mana shu boylik to'plashga sarflaydi. Ikkinchi bir toifa borki, bu dunyoga kelishimizdan maqsad dunyo topish emas. Dunyoga e'tiborli bo'lmaslik kerak. Mol va dunyo bu boylik musulmonning ishi emas. Bunga qaramasligimiz kerak deb umuman boylikdan yuz o'girish holatlari. Bunda qiyinchilikka, mashaqqatga tushib qolish holatlari bor. Islomda esa azizlar, boylik, dunyo topish, halol kasb qilishga munosabat o'zi asli qanday? Dinimizda halol kasb qilib yashashlikka monelik yo'q, balki bunga buyuradi. Ya'ni musulmon odam halol kasb qilib, tirikchilik qilib, peshona teri bilan harakatini qilib, mana shu Alloh bergan rizqini terib olish kerak. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, "Estaizu billah, huvallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha va kulu min rizqi va ilayhi nushur." Mana bu oyati karimada Alloh taolo insonlarga, bizlarga aytayaptiki, yerni sizlarga bo'ysuntirib qo'ydim. Endi mana shu yerdan foydalaninglar, tirikchilik qilinglar. Dehqonchilik qilasizmi, yoki uni ustida yurib sayohat qilasizmi, tijorat qilasizmi? Mana shu ishlarni qilinglar. Ammo bir narsani unutmanglarki, bir kuni huzurimga qaytasizlar debdi Alloh. Demak, biz bu dunyoda ham tirikchiligimizni o'tkazishlikka harakat qilishlik bilan birga Allohning huzuriga borishligini doimo yodimizda tutmoqligimiz kerak. Halol kasb bilan dunyo topib, halol kasb bilan oilani tebratishlikka qilinayotgan harakat uchun ham katta savoblar bor. Qolaversa Allohning buyrug'i bor. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam aytadilarki, talabu kasbil halal faridatun ba'dal farida. Halol kasbni talab qilish farzlardan keyingi bir farz. Ilm talab qilishlik farz bo'lsa, ana o'shundan keyin halol kasb qilishlik ham farz. Musulmon odam azizlar, birovni qo'liga qarab qoladigan, ta'magir, birovga muhtoj bo'lib turishlik kerak emas. Tasavvurida unday bo'lmaslik kerak. Hattoki bir paytlar mana shu tariqat yo'liga kirganlar, tasavvuf yo'liga kirganlar shu darajada bo'lganki, dunyodan yuzi o'girib ishlamaymiz, hech narsa qilmaymiz deb ko'chalarda o'sha ma'lum bir narsalarni qo'yib qo'yib yoki bo'ynalariga bir qovoqlarini osib yurardiki, odamlar o'tib ketayotib ularga pul tashlab qo'yib, shundan tirikchilik qilib, ular go'yo zikrda yurardilar. Bahovuddin Naqshbandiy hazratlari mana shuni tartibga keltirganlar. Ular aytganlarki, tariqat degani, tasavvuf degani bu ta'magirlik degani emas, birovlardan tilamchilik qilib yashash degani emas deb ana o'shunda haligi doim bizga mashhur bo'lgan gapni aytib o'rgatganlar. Dilbayoru dasbakor. Qalbing Allohda bo'lsin, qo'ling mehnatda bo'lsin. Mehnat, halol kasb sizni Allohning zikridan mashg'ul qilib qo'ymasin. Va zikr bilan mashg'ul bo'lib, mehnatdan boshqa narsadan qochib qolmaslik kerak. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir kuni ashablari bilan ketayotdilar. Bir masjidda bir yigitni ibodat qilib turganini ko'rdi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu qarasalar, bir yigit namoz o'qib turibdi. U namoz payti emas. Qaradilar, qarasa namoz o'qib juda chiroyli ibodat qilyapti, o'tib ketdilar. Yana bir qarasa, yana bir necha marotaba o'tganda har safar mana shu yigitni masjidning ichida shu ibodat bilan, zikr bilan mashg'ul bo'lganini ko'rdilar. Bir ko'rinishidan yaxshi ish. Tashqaridan agar qarasak yaxshi, demak doimiy masjidda chiqmasdan ibodat qilyapti ekan, mayli. Lekin xalifa, mu'minlar amiri Hazrat Umar boshqa narsadan o'ylandilar. U yigitni menga chaqiringlar dedilar. Chunki 5 mahal namoz vaqti emas.
hozir hamma ishlaydigan bir vaqtda u o'tiribdi. Chaqirib aytdiki, sani bir necha marta o'tdim, mana shu masjidda ibodat qilib turganingni ko'rdim. Hech chiqmaysan ekan, shu yerda ekansan. Tirikchiliging nima bo'lyapti dedi. Qanday yashaysan dedi. Shunda haligi yigit aytdiki, mana akam tijoratchi dedi. Akam tojir. Akam bilan kelishib oldik. U o'zidan oshini mana bola chaqamni ham meni ham boqib turadigan bo'ldi. Men mana shu joyda ibodat bilan mashg'ul bo'laman. Nima deb o'ylaysiz? Hazrat Umar uni maqtadimi ibodati uchun? Hazrat Umar unga qarab aytdilarki, "Ahuka a'bad minka" dedilar. Sana akang sendan ko'ra obidroq ekan. Chunki birovni qo'liga qaramasdan harakat qilib tirikchiligini o'tkazishlik bilan farz ibodatlarni bajaryapti. Ana shundan kelib chiqib bizni dinimiz mol va dunyodan yuz o'girib ham yo'ldan ketishlikka buyurmaydi. Balki harakat qilib halol rizq topishlikka, o'sha dunyosini halolga sarflashlikka ta'lim beradi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam "Xayrukum man akhadha min hadihi va hadihi" deganlarda maqtab turib, ummatning ichida eng yaxshilari bor, ular bu dunyoligini ham qiladi, u dunyoligini ham qiladi. O'zi tadbirkor bo'lishlik bilan birga taqvoda, ibodatda turishligi qanday ham yaxshinsizlar. Ana shu nuqtai nazardan Rasulimiz alayhisolatu vassalam sahobalarga ko'p ta'lim berganlar. Qo'li bilan mehnat qilishlikni ta'lim berib aytganlarki, "Ma akala ahadun ta'aman qat khayrun min an ya'kula min amali yadihi." Ya'ni insonga o'z qo'l mehnati bilan topgan narsasidan yeydigandan ko'ra yaxshiroq taom yo'q dedilar. Betamada qo'lingiz bilan mehnat qilib peshona teri bilan topilgan dunyo bu juda ham joyiga keladi. Lekin ibodatni, bandalikni esdan chiqarish kerak emas.